Assalomu alaykum hammaga. Bizga yana savol kelib tushibdi. Bizdan so'rashyapti, elash jarayonida begimiz ichidagi chuvalchanglarni qanaqa qilib ajratib olsak bo'ladi? Xo'p, bizani mana bu apparatimizni qo'l bilan o'zimiz yasaganmiz. Buni tepasi setga qaramanglar, bu katta. Uni ichidagi setgan ko'rayotgan bo'lsanglar, 3 mm bo'ladi. Xo'p. Elash jarayonida bu yoqdan tashlaysizlar. Shu tayyor bo'lgan biogomislarni tashlaysizlar. Apparatimiz aylanib, hop, tayyor bo'lgan biogomisimiz pastga tushadi. Hop, chuvalchanglarimizni 5 kast xavotir olmasanglar bo'ladi. O'zingiz uchun nimadir qo'yib olsanglar bo'ladi. Bizga qulaylik uchun aravacha qo'yib olganmiz. To'lgandan keyin o'sha boshqa tayyor qilmoqchi bo'lgan biogomislarni yoniga tashlaysanglar, chuvalchanglar avtomatik o'zligi o'tib oladi. Xo'p, yana qiziqarli savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bizga yana savol kelib tushibdi. Bizdan so'rashyapti, elash jarayonida begimiz ichidagi chuvalchanglarni qanaqa qilib ajratib olsak bo'ladi? Xo'p, bizani mana bu apparatimizni qo'l bilan o'zimiz yasaganmiz. Buni tepasi setga qaramanglar, bu katta. Uni ichidagi setgan ko'rayotgan bo'lsanglar, 3 mm bo'ladi. Xo'p, elash jarayonida bu yoqdan tashlaysizlar. Shu tayyor bo'lgan biogomislarni tashlaysizlar. Apparatimiz aylanib, hop, tayyor bo'lgan biogomisimiz pastga tushadi. Hop, chuvalchanglarimizni 5 kast xavotir olmasanglar bo'ladi. O'zingiz uchun nimadir qo'yib olsanglar bo'ladi. Bizga qulaylik uchun aravacha qo'yib olganmiz. To'lgandan keyin o'sha boshqa tayyor qilmoqchi bo'lgan biogomislarni yoniga tashlaysanglar, chuvalchanglar avtomatik o'zligi o'tib oladi. Xo'p, yana qiziqarli savollar bo'lsa berishingiz mumkin. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz.